11 yillik terak hamda 6 yillik Pavlovniyani tag qismi. Razmeri 92 sm chiqyapti terakning. 350 ming so'mdan 450 ming so'mgacha olishi mumkin ushbu terak. Mana bunisi 20 ming so'm hisoblanadigan terak. Terakdan ko'ra Pavlovniya 8 millionlik daromad keltiradi. Qishloq xo'jaligini ko'tarish uchun, qishloq xo'jaligini daromadini oshirish uchun yaqinda aziz yurtdoshlar bu imkoniyatdan foydalanganlarni ko'ramizda. Pavlovniya ekishni tavsiya qilaman, lekin Pavlovniyani har xil 100 dan oshiq navlari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana sizlar bilan Muzaffar Alimov. Bugungi roligimizda Pavlovniyani daromadi hamda teragining daromadi haqida gaplashamiz. Mana aziz yurtdoshlar, ushbu ko'rib turgan teragimiz 2010-yilda birinchi hosili kesilgan. Bu esa ikkinchi hosili. 2021-yil sentyabr oyida turibmiz. Endi bular tagidan kesilganiga, o'sish davom etganiga 11 yil bo'lgan desak bo'ladi. 11 yillik terak hamda 6 yillik Pavlovniyani tag qismi. Mana aziz yurtdoshlar, buni yoshini sanab ko'rishimiz ham mumkin. Bu birinchi yilda 2, 3, 4, 5, 6 yillik Pavlovniya. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, Pavlovniyaning diametri 74 sm chiqyapti. Bu 74 sm-da hop aylanasi 3 dan oshiq bo'ladi. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 220 sm chiqishi mumkin aylanasi. Ana endi terakning aylanasini ko'ramiz. Razmeri 92 sm chiqyapti terakning. Aziz yurtdoshlar, ushbu terakning bo'yi necha metr deydigan bo'lsak, taxminan material beradigan joyi 18-20 metr atrofida material beryapti. Bu degani, agar biz 4 metrdan kesadigan bo'lsak, 4-5 bo'lay mahsulot beradi. Endi buni hozirgi narxi, masalan, sotamiz deydigan bo'lsak, terak olib sotadigan tadbirkorlar olishi mumkin. 350 ming so'mdan 450 ming so'mgacha olishi mumkin ushbu terak. Ana endi terakni hisobini qiladigan bo'lsak, 11 yilda o'rtacha 400 ming so'm deylik buni. Ana endi aziz yurtdoshlar, Pavlovniyani ko'rib chiqamiz. Pavlovniya 5 yilda ham 1 kuba material berishi mumkin, 6 yilda ham, 7 yilda ham 1 kuba material berishi mumkin. O'rtacha hisobda oladigan bo'lsa, 6 yilda 1 kuba material berdi deydigan bo'lsak, buni 1 kubasini eng arzon narxda $200 dan sotadigan bo'lsak, 6 yilda 1 kuba material beryapti, yana 5 yil vaqtimiz ortib qolyapti. 5 yilda yana 1 kuba material berishi mumkin. Chunki birinchi hosil kesilib ketgandan keyin ikkinchi hosil juda ham tez katta bo'ladi. Shuni hisobiga 5 yilda 6 yillik natijani berishi mumkin. Mana endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 2 kuba material beryapti o'rtacha hisobda. Pavlovniya 11 yilda 2 kuba material beryapti. Endi buni eng arzon narxda $200 dan hisoblasak, $400lik mahsulot beryapti 11 yilda. Terak bo'ladigan bo'lsa, terak 11 yilda 400 ming so'mlik material beryapti. Endi ikkalasini taqqoslaymiz. Xo'p, Pavlovniya $400lik material bersa, hozirgi kursimiz 1 million 60 ming so'mdan hisoblaylik. 60 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, 4 million hisoblaylik. 4 million hisoblasak, terakdan ko'ra Pavlovniya 10 barobar ko'p foyda keltiryapti. Ana endi agar Pavlovniyani agrotexnikasi to'g'ri qo'llansa, navi to'g'ri tanlansa, yaxshi parvarish qilinadigan bo'lsa, bu sifatli material berishi mumkin. Hozir sifatsiz materialni narxida hisobladik. Agar biz sifatli Pavlovniyani narxida hisoblaydigan bo'lsak, hozir sifatlisini narxi $400-450 bir kubasi. Jahon bozorida $800 gacha bo'lishi mumkin. Hozir O'zbekistonda $400-450 bo'lib turibdi hozir. Masalan, sotaman siz oladigan xaridorlar bor. Ana endi 2 kuba material berdi, $400 dan $800 ga sotdingiz. So'mga hisoblasak 8 million ham deylik, 8 million. 11 yilda Pavlovniyani sifatli material beradigan qilib parvarish qilinsa,
8 millionlik daromad keltiradi. Terak bo'lsa 11 yilda 400 ming so'mlik material beryapti. Endi bir-biriga taqqoslaydigan bo'lsak, Pavlovniya terakdan ko'ra 20 barobar ko'p daromad beryapti. Aziz yurtdoshlar, masalan, dehqonchilik uchun, qishloq xo'jaligini ko'tarish uchun, qishloq xo'jaligini daromadini oshirish uchun juda ham zo'r imkoniyat. Bu imkoniyatdan foydalanib qolishimiz kerak. Yaqinda aziz yurtdoshlar, bu imkoniyatdan foydalanganlarni ko'ramizda va ishonmayotganlar yana ham ishonch hosil qilishlari mumkin. Yana bitta Pavlovniyani terakdan afzallik tarafi bor. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, mana terakda hozir biz terakni ichida eng kattasini hisob-kitob qildik. Eng yaxshi o'sgan, yaxshi rivojlangan terakda hisob-kitobini qildik. Endi terakda katta-kichik bo'lish ehtimollari juda ham ko'p. Mana bu terak, buni 400 ming so'm hisoblasak, bu 400 ming so'mlik terak emas bunisi. Bunisi qancha 150 ming so'mlik terak. Mana bunisi esa bu necha pul 10 ming, shunaqa 10 ming atrofida hisoblanadigan terak. Mana bunisi 20 ming so'm hisoblanadigan terak. Mana bunisi narigindan sal kichikroq ekan, bu 300 ming so'm hisoblasa bo'ladi. Shunaqa terakda u narigisi 200 ming so'm. Hammasini общий hisoblaydigan bo'lsak, общий hisoblanganda o'rtacha narxi juda ham pastga tushib ketadi. 400 ming so'mdan pastga tushib ketadi. Chunki terakda eng kattalari 20-30% bo'lishi mumkin. Eng katta zo'r o'sgani 20-30% bo'lishi mumkin. Undan keyin yana 30% o'rtacha o'sgani bo'lishi mumkin. Yana 20% yoki 30% eng kichkinasidan kattarog'i bo'lishi mumkin. Endi 20% yoki 30% mana bunaqa eng kichkina hisobga kirmaydigan teraklar bo'ladi. Demak, terak ekdikmi, o'rtacha narxi o'sha 400 ming so'm eng kattasi bo'ladigan bo'lsa, eng kichkinasi 50 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, buni qo'yg'uy suyug'iga oladigan bo'lsak, o'rtacha necha pul, masalan 150 ming, 200 ming so'mga to'g'ri keladi shtugiga. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, Pavlovniya ekishda siz azizlarga maslahat beraman. Masalan, terakni qishloq xo'jaligida o'zi e'zozlanib ekiladi. Nimagaki, qishloq xo'jaligida mashina olishga, uy solishga, to'y qilishga, yana katta-katta chiqimlarimizni qoplashga juda ham asqotadi terak. Endi Pavlovniya ekadigan bo'lsak, shularni hammasini birdaniga qoplashi mumkin-da. Yerdan unumli foydalanish mumkin, vaqtdan unumli foydalanish mumkin. Shuning uchun yerdan unumli foydalanish maqsadida Pavlovniya ekishni tavsiya qilaman, lekin Pavlovniyani har xil 100 dan oshiq navlari bor. Bularda O'zbekiston iqlimiga mos keladiganlari bor, kelmaydiganlari bor, tez o'sadiganlari bor, sekin o'sadiganlari bor, sovuqqa chidab olmaydiganlari bor. Shuning uchun Pavlovniyani sortini tanlashda yo ekishda mutaxassislar bilan albatta bog'lanib, ularda ko'rsatmalariga asosan ish qilinsa, juda ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Aziz yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar videorolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, sizlarga yana ham yaxshiroq ma'lumotlarni, yana ham chiroyli videoroliklarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.